Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Bugungi obzorimizda Land Cruiser Toyota Prado'ning eshik zamog'i bo'ladi. Buni ko'tira olasizlar. Bu yerda oyabi pillar qatib qolibdi. Sababi mashina tez moykaga borgan. Ham ananday tuzli suvga ko'p yuvilgan. Yer kranning suvini. Ya'ni shu prichinasi. Hozir pillarning bari tozalanyapti bir chetdan. Zamokning o'zi. Zamokda chiqqan vaqtimizda spesial Toyota'ning nesi kerak bo'ladi sizlarga. Mana отмычка, spesial instrument. Sababi kilit tushmaydi bunga. Hozir endi barisini taxlab qolsa, kilitini podbor qilib zamokni ishlatib beramiz. Zamokni terib bo'ldik. To'g'rilasdi. Xudoolasa hozir mana silindrimizni ishlashini. Xo'sh. Alhamdulillah. Bir yarımchi. Ikkinchi. Xudoolasa jinab teramiz. Mana o'shab turaman. Krishkamiz bujinni tozalashimiz kerak. Ahvoli yaxshi emas, ko'p to'lmasdi. Korroziyasi bor. Buni tozalab beramiz hozir. Ko'p to'lmasini kerak. Qatdimi? Ko'rganlaringizda ishladi, endi shoptirma qildi. Endi hozir xulosa, mana kilitini zatochka qilib bersak, ham bu kilit shu tomonlarda ham o'zini привязка qilamiz. Bu mashinamizda endi ham bunday o'zining родной kiliti, ikkinchi kiliti запасной bunday xos firmaniki bo'ladi. Kilit zamok muammo bo'yicha xabarlashaverasizlar. Ekranda umr qoldiramiz.